sun'iy intellekt yordamida video tayyorlashimiz uchun biz Google'ga kiramiz. Google'ga Google Flow yozuvini yozamiz. Endi ingliz tilida qanday o'qiladi bilmadim. Va birinchida turgan yozuvni ustiga bosamiz. Va mana shunday oyna kelib chiqadi. Pastdagi plus tugmasini bosamiz. Mana bizga Google sirasi tarjima qilib berdi. Qo'shish 2 ni bosamiz. Qaysi hisobdan kirishni so'rayapti. Google'dan kirib ro'yxatdan o'tamiz. Avtomatik ro'yxatdan o'tiladi. Va yana plus tugmasini yangi loyihani bosamiz. Bosganimizdan so'ng biz matn yozishimiz kerak bo'ladi. Va shu joyga yozamiz. Men tayyor matn yozib qo'yganman, gapirib qo'yganman va o'shani yuklayman. So'ngra plus tugmasini bosamiz va rasm yuklaymiz. Media yuklashni bosamiz va rasm yuklaymiz. Rasm yuklanib bo'lgach, qo'shish tugmasini bosamiz. Va yuborish tugmasini bosamiz. Va kutib turamiz. Mana shu rasm asosida hozir video tayyorlab beradi. O'zingiz xohlagan uslubda matnni yozib, o'sha matn asosida video tayyorlab olishingiz mumkin. Hozir tayyor bo'lgan videoni ham ko'rsataman. Assalomu alaykum do'stlar. Hayotda baland parvoz qilishni istasangiz, faqat vaqtni bekorga sarflamang. Telefoningizni faqat tomosha qilish uchun emas, bilim olish uchun ham ishlating. Xuddi mana shunday holatda video tayyor bo'ladi. O'zingiz xohlagan kadr, o'zingiz xohlagan fon orqali video tayyorlab olishingiz mumkin. Foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda qiziqarli ma'lumotlar hali oldinda.